Qo'shaloq kaziroylik xonadonimizga tunikafonlarni qilib berganmiz. Bu xonadonimizga qadrdonlar 1 kvadrat tunikamizni atigi 140 ming so'mdan qilib berganmiz. Xo'p, oq rangga mokriy rangdan foydalanganmiz. Hozirgi paytda trend bo'layotgan pianino fasonimizdan qilganmiz qadrdonlar. Hamda choksiz tarnovlarimizdan qo'yib, xonadonimizni juda ham go'zal qilib yakuniga yetkazib berganmiz. Xonadonimizga turbalar ham tushirib berganmiz. 1 metr tarnovimizni 70 ming so'mdan, choksiz tarnovimizni, turbalarimizni esa 50 ming so'mdan, tunikafonlarimizni esa 140 ming so'mdan qilib berganmiz. Xo'p, xonadonimizga 113 kvadrat atrofida tunikafon ishlatganmiz. Tarnov hamda turbalarni tushirib berganmiz. Xonadonimiz mana ko'rib turibsizlar, juda ham go'zal holatda. Mana devorlari ham o'ta ham go'zal bo'lgan ekan. Tunikafon ham juda ham chiroyli holatda yakuniga yetdi. Qadrdonlar, mana ko'rib turibsizlar, devorlari ham, tunikafonlari ham juda ham bir-biriga mos holatda, o'ta ham bejirim. Uy ham o'zi proyekti ham haqiqatda go'zal bo'lgan ekan. Xonadon sizga ma'qul keldimi? Tunikafonlar ma'qul keldimi? O'zingizlarning fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar, so'rab qolamiz qadrdonlar. Bu videoda uyga tunikafon qilmoqchi bo'lib yurgan qarindosh urug', yor birodarlarga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Bitta like bosib, kommentariy yozib ketish ham esingizdan chiqmasin. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar, omon bo'linglar.